Assalomu obunachilar. Bugun 1-fevral, haftaning yakshanba kuni. Spark narxlarini qo'yib boramiz. Like bosishni unutmanglar. Birinchi Sparkimiz 2018-yil kraskalari top toza, metallari bor, ABS, konditsioner, hamma narsalari bor. Probeg 80 ming, tepa past led farlar qo'yilgan. 4 ta mягкий balonlari bor, diska balonlar. Sonizashda tonirovkalari bor. Apishkalari, chexol poliklari bor. Probeg 80 ming. Salon holatlari ham o'ta go'zal turibdi. Orqa ko'rinishlari metani bor. Buni narxini sizlar uchun 76 million so'm qilib beramiz. Akamiz nomeri pastga qo'yamiz, bemalol olib kechib ko'ringlar. Mana yana bitta Sparkimiz bor. Siz egasini so'rab aytamiz. Motor holatlari, diska balonlari bor. Assalomu alaykum aka. Yil necha ekanmi? 18. Nech pul deyapsiz? 78. 78. Krasi qanday? Kapotini ustida bor. Metana yoquvchisi. Propan. 3-paketlar propani bor ekan. Diska balonlari bor. Orqasiga ko'rsatamiz. Propan kolonkalar qo'yilgan. Akamiz buni 78 million deyotgan ekanlar. Kelishib ber ekan. Aka nomeringizni aytib yuboring. 97 318 7008. Kraskalari mana kapot uchlar bor ekan. Tekshirtirib olaveringlar. Mana yana bitta Spark bor ekan. Avtomat. Metallari bor ekan. Balonlari. Assalomu alaykum aka. Yil necha ekanmi? 19. 19. Krasi qanday? Bitta kirlosiga bor. Kirloda bor. Probeg. Probeg 170 ming. 170 ming avtomat. Nech pul deyapsiz? 90 ham bor. 90. 90 ekan. Narxi Krasiya orqa kirloda bor deyaptilar. Tekshirtirib boringlar. Orqa ko'rinishlari, metallari bor, kolonkalar qo'yilgan, pioner. Akamiz telefon qilsalar, 1-2 so'm o'tib beradilar. Aka Kobuldan sizdanmi? Yil nechi buni? 18. 18 nech pul deyapsiz aka buni? Buni 170 ga. 107 Krasiya qanday? Bitta kilosi bitta bor ekan, 2018-yil. Benzinmi aka bu? Benzin ekan mashinamiz. Yaxshi holatda turibdi. 4 ta mягкий balonlari bor. Apishkalari, probeg 79 ming. Chexol poliklari bor. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi ekan. Narxini 107 million aytgan ekanlar, kelishib beradi. Aka nomeringizni aytib yuboring. 99 120 120 80 80 Telefon qilsanglar, ikkalasidan ham kelishib beradilar. Nexus kimdan ekan? Nexus sizdanmi, tog'a? Nexus. Sizdanmi, tog'a? Nechi bu yili? 20 o'tkajon. 20 avtomat. Mexanika. Mexanika. Nech pul deyapsiz? 96 million deyapman. 96. Krasi qanday? Toza. Kraskalar top toza, metani bor ekan. Diska balonlari bor, tonirovkalar bor ekan. Salon holatlari. Probeg qancha buni? 146 ming. Orqa ko'rinishlari. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Nomeringizni ayting, tog'a. 91 468 95 16. Nech pul qilishdi aka buni? 89 o'tsa berasiz. 90 o'tsa berasiz. Lada ekan bu. Assalomu alaykum. Lada qanaqa aka bu modeli? Lada Vesta. Yil nechi? 19. Nech pul deyapsiz? 85 kam bor. 85 million kam bor. Krasi qanday aka buni? Kraskalar top toza. Yoqilg'isi benzin, metan. Mana. Uzr. 85 million aytgan ekanlar. Kelishtirib berar ekanlar. Lada Vesta so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Nomeringizni ayting aka. Nomeringizni 94 521 86 44. 86 44. Telefon qilsanglar kelishtirib berar ekanlar. Savdosi bor ekan. Kobaltda bor ekan. Yil nechi ekan Kobaltda? 15. Nech pul deyapsiz?
95 değil. 95 kirasi qanday? Kapatı yüzesi. Kapotini 300 bor ekan. Probek 160 ming. Yevropa pozitsiyasi ekan bu. Kraska kapotda 3 bor. Yoqilg'isi metan. Aka necha pulga beramiz buni? 90 olsa veramiz. 90 olsa beradi. Nomer ayting. 90'lı 90 313 313 33 06. 33 06. Kraskas kapot ichida bor ekan, tekshirtirib olaveringlar. Gentra sizdanmi? Gentra egasi yo'q ekan. Gentra sotilibdi. Videolar kuzatishda davom etinglar.